alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi akfa ishlarimiz ikkita ishi ikkita taroq. Bu yoq alohida tema. Bu yoq shotlankalar bilan alohida tema. 2 qavat bo'lgan oynaga yo'duvi bilan oq bo'lgan shotlankalar. Polностью shotlanka bo'lgan, tepasi kichkina gul bo'lgan. Tepasi kichkina gul mana ikkovsi. Bular katta gul. Bularimiz ham shu katta gul, kichkina gul. Sizlarga har doimgidek shu zamonda balkon zamon bepasli pingaletlar ochilib yopilishlarini hozir ko'rsataman video davomida. Lampoyasi yo'q ekan. Ochilib yopilishlari. Bu eshigimiz ham har doimgidek alkofon. Oshxonalari ham 3 ta. Hop, mana shotlanka gullari. 45 lik padagonnilar bilan padagonni kirishkalari ham bor. Bu yerda ham katta gul. Liniyalari ham bir xil ketgan. Ochilib yopilishlari. Chaklariga kelsak, mana chaklari ham cho'tki kelgan. Polностью. Oshxona boshlari ham zo'r tortilgan, qatirilgan. Sizlarga lifehack. Hop. Mana o'sha ancha kuchaygan. Çok güçlüydü. Havada ham o'tkazmaydi. Menimcha ko'rib o'rnayapti. Bu yana bitta romimiz bu yerga padagonlari, kirishkalari esdan chiqmagan. Liniyalari bir xil ketgan. Katta yo'l, tepasi har doimgidek kichkina yo'l. Bu ham cho'tki chiqqan. Ilma teshik yo'q ketmagan oshxona. Bu yo'llar ham bitta qatirilgan. Shu bilan qo'ygan. Bu eshigimiz ham pastlari alkofon. Tepasi kichkina gul. Bu yerlar ham katta gul, liniyasi bir xil ketgan. Nari taraflar ham alkofon bo'lgan. Bu oldingi ishlar. Tashqaridan ko'rinishlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab ustanovka, dastavka bepul o'lchash xizmatlari, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.